19 sotiq ulush intensivni bog'i bilan, gilos bog'i bilan sotiladi. Bu Sulaymon-Obodda 330 ta daraxti bor. Mevalari mana, meva qilganlari bor, o'ta yaxshi qilganlari bor. Mana qaranglar. 330 ta daraxti bilan 19 sotiq. To'rga 1,5 ekilgan bog'. To'rga 1,5 ekilgan bog'. Mevalar mana hamma daraxtlar ko'rlar, ba'zisida bor, ba'zisi endi mevaga kiryapti. Ba'zisini yangi sortlarga ulaganmiz, mana ulangan sortlar. No? Endi yomon sortlar olinib, yaxshi sortlar, yangi sortlar endi ulanib, yaxshi bog' endi bo'layotgan bog'. 19 sotiq mana ko'ringlar. Mana bu yerdan ko'rsatib kelsa, mana mevalar bor, mana hozir ham mana. Ko'ringlar, mevalar bitta valovoy ham bor, boshqa sortlar mana ko'rsatib chiq, qanday 19 sotiq, 330 ta daraxti bilan sotiladi. Bu Sulaymon-Obodda sentralniy yo'ldan 5 minutlik yo'l, sentralniy yo'ldan Qizilqiya Razez yo'lidan 5 minutlik yo'l, yo'lni bo'yida pachtida, ichkariga kirganda Sulaymon-Obodda 19 sotiq. Atrofi to'silganda mana setkalar bilan to'silgan. Mol qo'y kirmaydi, eshigi bor, qulf kalit. Shu bog' 330 ta intensivniy gilos bog'. Kimga kerak bo'lsa, ostiga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga ig'lik, cho'ntilaringizga Alloh baraka bersin. Bu intensivniy gilos bog'. Bu o'zimizda bog', o'zimizniki, birovniki emas. Sog' bo'linglar.